Mana bu video butun dunyoni lahzaga solgan. Keling, yaxshisi videoni oxirigacha ko'ramiz. Izohlarda shaxsiy fikringizni yozib qoldiring. Qancha puling bor edi? 100 ming so'm bor edi. Ancha katta pul-ku. Ota-ona bolasiga katta miqdorda pul berishi bu yaxshi emas. Demak, sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'libdi. Hech kim sinfdan chiqib ketmaydi. Men o'zim sumkalaringni bittama-bitta tekshirib chiqaman. Qani, Farangiz, ko'rsatchi sumkangni. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rsa, sharmanda bo'laman-ku. Mutabar, sumkangni ochib ko'rsatchi. Yo'q, ochmayman. Mutabar, ber sumkangni. Yo'q. Ber dedim senga. Yo'q. Aytganimni qil. O'g'ri. Qani Mo'tabar, sumkangni ber menga. Men noilojlikdan Men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazarda qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim. Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam, men va ukalarim bilan bularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam o'lgan. Onam kasal. Ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. Iltimos, bularni olib qo'ymang. Men o'g'ri emasman. Mana bu video butun dunyoni lahzaga solgan. Keling, yaxshisi videoni oxirigacha ko'ramiz. Izohlarda shaxsiy fikringizni yozib qoldiring. Qancha puling bor edi? 100 ming so'm bor edi. Ancha katta pul-ku. Ota-ona bolasiga katta miqdorda pul berishi bu yaxshi emas. Demak, sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'libdi. Hech kim sinfdan chiqib ketmaydi. Men o'zim sumkalaringni bittama-bitta tekshirib chiqaman. Qani, Farangiz, ko'rsatchi sumkangni. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rsa, sharmanda bo'laman-ku. Mutabar, sumkangni ochib ko'rsatchi. Yo'q, ochmayman. Mutabar, ber sumkangni. Yo'q. Ber dedim senga. Yo'q. Aytganimni qil. O'g'ri. Qani Mo'tabar, sumkangni ber menga. Men noilojlikdan Men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazarda qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim.
Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam, men va ukalarim bilan bularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam o'lgan. Onam kasal. Ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. Iltimos, bularni olib qo'ymang. Men o'g'ri emasman. Ertalab erta turib hech kimni uyg'otmay, choy ham ichmay ishga ketayotgan endi otam emas, menman. Qachon bolaligim tugadi bilmadim. Qachon tashvishlar boshlanib ketdi ham sezmadim. Kecha hali men himoya kutadigan bola edim. Bugun esa kimningdir tayanchi bo'lib qolibman. Men qachon ulg'aydim o'zi? Qachon o'zimni emas, boshqalarni o'ylaydigan odamga aylandim? Qachon istagimdan oldin majburiyatlar turadigan bo'ldi? Ba'zan ichimda hali ham o'sha bola yashaydi. Charchaydi, qo'rqadi, dam olishni xohlaydi, hammasini tashlab ketgisi keladi. Lekin endi bularga uning haqqi yo'qdek. Mayli. Endi ishga boray. Chunki hozir boshqalarga suyanchiq bo'lish kerak bo'lgan odam menman. Ertalab erta turib hech kimni uyg'otmay, choy ham ichmay ishga ketayotgan endi otam emas, menman. Qachon bolaligim tugadi bilmadim. Qachon tashvishlar boshlanib ketdi ham sezmadim. Kecha hali men himoya kutadigan bola edim. Bugun esa kimningdir tayanchi bo'lib qolibman. Men qachon ulg'aydim o'zi? Qachon o'zimni emas, boshqalarni o'ylaydigan odamga aylandim? Qachon istagimdan oldin majburiyatlar turadigan bo'ldi? Ba'zan ichimda hali ham o'sha bola yashaydi. Charchaydi, qo'rqadi, dam olishni xohlaydi, hammasini tashlab ketgisi keladi. Lekin endi bularga uning haqqi yo'qdek. Mayli. Endi ishga boray. Chunki hozir boshqalarga suyanchiq bo'lish kerak bo'lgan odam menman.